Assalomu alaykum do'stlar, efirda Nodir arxitektor. Sun'iy intellekt renderni obработка qilishni ham o'rganib boryapti. Buni mana bitta misol tariqasida test qilib ko'ryapman. Internetda ham qidirib ko'rishingiz mumkin. Aynan mana bitta model turlari bor ekan bunda, ya'ni biza Photoshopda obработка qilgan holatda asosiy rasm ishlasak, keyin buni 3D Max'da yokida Lumion'da ham imkoniyati bor. Material ID'larni chiqarib, atrofidagi mana bu render qilingan elementlarni o'zgartirish imkoniyati, hattoki qo'shimchalar qo'shish imkoniyati ham paydo bo'lyapti. Bunda birinchi shu render qilinganda qo'shimcha sifatida kiritiladi nimalar? Nastroykada 3D Max'da renderni qo'shimcha kadrlar, ya'ni koronani o'zini nastroykasidan ham kiritsa bo'ladi. Render element sifatida shu yerdan material ID'ni chiqargandan keyin bir marta masalan mana bu landshaft ishlaganimizdan keyin buni yana qaytadan render qilishga ancha resurs, vaqt ketar kompyuterda. Shuni Stable Diffusion'ni o'rnatib olgandan keyin buni model turlariga qarab moslashtirish mumkin. Masalan, kiberrealistik deganida mana bu yerga nimalar qo'shishni men tushuntiryapman bunga. Bu mana bitta bo'lmaydigan narsalarni yozyapman, ya'ni qanaqadir mana qo'shimcha basseyn bor degan ma'noda nastroykalarni mana bitta to'g'rilab qo'yaman. Bu ishlab qaytadan hozir mana bitta ishlab beradi. Mana shuni maska qilingan atrofini. Mana уже ikkinchi render ham tayyor. Ya'ni bitta render, asosiy render bor, bitta render qilingan, o'shani material ID'lari bilan kiritilgan. Endi buni ko'ryapmizki, mana yuqorisida asosiy original rasmda yo'q. Lekin hozir biz prompt kiritganimizdan keyin yangilayapti. Yana nimalar qo'shyapti? Mana bu yerga daraxtlar bo'lsa, buni landshaftda ham bu Photoshopda qo'yilgan render emas. Buni ham более realistikroq qilyapti. Osmonni ham, quyoshni ham sifatliroq tushiryapti bu yoqdan soyalari bilan. Atrof mana bu yoqda bo'shroq, osmon ochiqroq va mana bitta realniyroq holatda tushiryapti. Demak, buni ham o'sha yangi modellarida ancha yaxshilanib boryapti. Masalan, mana bu tepadagi promptni o'zgartirish mumkin. Boshqacha so'zlar bilan, masalan, qo'shimcha mana bu yerga kiritilayotgan tasviriy fikrlarni, ya'ni promptlarni boshqacha o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, buni belgilaymiz, Ctrl V bosamiz. Xtrail tashqi tarafga xavfsizlik mana devorlari qo'yilish, uni mana bittaga soyalarni nisbatan sifatliroq tushirish, shuna qo'shimchalar kiritildi. Endi mana tepadagini olib tashlab, asosan mana bu tarafga urg'u bersa ham kerak. Hozir ko'ramiz. Asosan video kartaga bu nagruzka tushirar ekan. Tak, mana bitta landshaftdan ishlandi. Mana bitta bo'sh edi, mana bitta ishlayapti landshaftda. Mana bitta qo'shimchalar kirityapti. Gazon qilib qo'ydi. Men bu undan oldingi holat, mana bu yuqorisiga qo'shibdi. Bo'shab qo'ygan joy mana buni daraxtni realniyroqda. Uni ozgina sifatini ko'tarsa ozgina vaqt ko'p ketadi-yu, lekin buni более realistikroq qilsa bo'ladi. Bittadan bir nechta rasmni birdaniga ishlatish mumkin. Tak, mana bittadan mana buni bir qo'yaylikcha original holatda. И renderni boshdan qilamiz. Ya'ni bu bitta promptga bitta render degani emas, ya'ni qayta ishlayveradi. O'shanisi ham zo'r. Tak. Hozir ozgina nagruzka tushyapti, qotib qoldi. Mana bu nagruzka tushib ketdi. Mana bunaqaga. Hozir bitta boshidan mana buni tushirib ko'ramiz. Xeomas. Tak. CDA game qilamiz. Mana bittan 0.5 qilib qo'yamiz yaxshisi. 0.7 qilaylik. Boshidan generate bosamiz.
Endi ishlashni boshladi. Bu kompyuterni kuchiga ham bog'liq, ya'ni operativkaga ham nagruzka tushishi mumkin, lekin asosan video karta va rasm bilan ishlaganda generatsiyaga ishlatiladi. Renderni demak atrofini Photoshop 3D programmada ancha обработка qilish imkoniyati oshib boryapti. Bu yoqda o'sha tepasiga qo'shimchalar kiritib yubordi. Oldindan ko'ryapmiz, ham bitta объем qo'shdi. Yoni ham более realistik rejimda qoldi. Buni boshqa model turlari ham bor. Ularni ham yuklab amalga oshirish mumkin. Yana bitta boshqa prompt kiritib ko'raman. Shu bilan demak nima bu hozirgi sozdат qilgan prompt mana landshaft elementini qo'shdi. Mana kengaytirdi nisbatan, tepasiga объем qo'shdi, daraxtlarni ham bitta ko'paytirdi. Unchalik yomon emas. Hop, rasmni generatsiya qildi. Mana bu foydalanilgan demak, mana fayllar bor menda. Mana Photoshopda ishlangan ish. Keyin mana bu modellar turini ham o'rnatganingizda qidirsanglar chiqadi internetdan. Hozir mana bu rasmni Photoshop holatini men maskga shu mana gruppaga tashlab qo'yaman. 05/01/2025 sanada tushadi. Xudo xolisa mana. Mana bitta bizda sozdат qildi. Mana yerga qo'shimcha elementlar qo'shdi. Mana bu original holati. Daraxtlarni almashtirdi. Biz daraxt bilamizki, koronada ancha-muncha ko'p обработка qiladi. Mana bu ham daraxt qo'shdi. Orqasini fonni nisbatan to'ldirdi. Osmonni ham yarkiyroq osmon qildi. Mana original holatda Photoshopdan ko'ra. Mana yerga объем qo'shdi, ya'ni tog'i nisbatan atrofi yokida baland daraxtlar qo'shdi. Bunga qaraganda men yomon emas. Buni ham o'rganib qo'ysak, o'zimizga foyda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.